Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Telegram Ads bo'yicha gaplashamiz. Telegram Ads o'zi nima? Unda qanaqa imkoniyatlar bor? U bilan kompaniyalar qanaqa rezultat qilyapti va men o'zim mijozlarim bilan qanaqa rezultatlar qilyapman? O'shalar bo'yicha gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, videoni oxirida sizga ajoyib bir taklifim bor. O'sha taklifimni videoni oxirida bilib olasiz. Qani bo'lsa, boshladik. Xo'p, prezentatsiyani eshitishdan oldin o'zim haqida ozgina ma'lumot berib o'tay. O'zi kimman, nimalar qilganman va nimaga meni eshitishingiz kerak. Shu bo'yicha ozgina ma'lumot beraman. Men o'zim 2020-yildan beri digital marketing sferasida ishlayman. Boshida targeting, marketing, performance marketing, zapuslar qilib ko'rdik. Undan tashqari Google va Yandex bo'yicha ham proyektlar qilganman, ya'ni kontekstli reklama. O'sha marketing sferasida 5 yildan beri faoliyat yuritaman. O'zim yoshim 22 yoshda. Xo'p, targeting bo'yicha men o'zim shu paytgacha 30 dan ortiq proyektlar bilan ishlagan bo'lsam, men ishlagan kompaniyalar targetni o'ziga 400 ming dollardan ortiq summa sarflagan, ya'ni bu ishlatilgan rasxod target reklamasi uchun. Undan tashqari Google Ads, Yandex Ads'ni o'ziga ham 50 mingdan ortiq summa reklamaga sarflaganmiz men ishlagan kompaniyalar bilan birga. Xo'p, ishlagan kompaniyalarim Numa, Alxadaya, Tasvision, Real Dreams, Vatan tibbiyot markazi, Lux klinikasi, plus shunaqa 30 dan ortiq proyektlar bilan ishlaganman. Hozirda Ibrat farzandlari proyekti bilan ishlab kelaman. Ko'pchilik bilsa kerak, Yoshlar ish agentligi proyekti. Xo'p, endi sekin Telegram Ads ga o'tamiz. Telegram Ads'da siz prezentatsiyada ko'rib turganingizdek, turli xil reklama ko'rinishlari bor. Bu tekstoviy reklama, bannerli reklama, oddiy logoli reklama hamda o'sha GIF formatdagi reklamalar bor. Ya'ni bir necha xil turi bor Telegram Ads'da reklamalarni. O'zingiz ham o'sha Telegramda o'tirgan paytingizda, Telegram kanaliga kirgan paytingizda, kanalning tagida, o'rtasida chiqib qolgan sizning oldingizga ham reklamalar, buni guvohi bo'lgansiz o'zingiz ham. Telegram Ads o'zi oldin yo'q edi. Monetizatsiya qilishni boshladi Pavel Durov, o'sha investitsiya kiritib Telegramga. O'shandan so'ng mana shunaqa katta o'zgarishlar boshladi Telegramda. Telegram Ads O'zbekistonga yaqin 2 yil ichida kirib keldi. Oxirgi 1 yilda juda ham aktiv ravishda hamma katta brendlar Telegram Adsga kirishni boshladi. Xo'p, ko'rib turgan reklamangiz tepada men prezentatsiyada birinchi ikkita reklama men o'zim reklamam. Birinchisi oddiy tekstoviy reklama, ikkinchisi meni o'zim logo banner reklamam. Bularning farqi nimada deydigan bo'lsangiz, bular logo formatli reklama bo'lgan odamning ko'ziga yaxshiroq ko'rinadi hamda o'shanda effekt bo'lish ehtimoli yuqori. Undan keyingi reklama qo'yganman, masalan, Headhunter reklamasini. Bu yoqda biza rasm formatdagi reklama bo'lgan. Men o'zim yoqmaganman, bu shunchaki premyer uchun ko'rsatyapman. Bu yoqda masalan format kattaroq, hajm kattaroq, bu yoqda yana ko'rib turganingizdek bu yoqda Elama Rossiyadagi agentство bor, katta agentство, reklama agentство. Bu GIF formatdagi reklama bo'lgan. Men skrinshot qilganimga GIF qolib ketgan, ya'ni videorolik formatda reklama. Bunda odamning e'tiborini bo'lib ko'proq tortib qoladi. Ya'ni siz o'sha paytda video ko'rasiz, agar video haqiqatan qiziq bo'lsa, lekin agar bunda ovoz eshitilmaydi, shu joyi bor. Sizda o'sha ushlab qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bu misol uchun Telegram kanalining tagida yoki o'rtada chiqib keladigan bo'lsa, keyin oxirgisi yana bitta universitetning reklamasi. Endi bu ham logo format, men o'zim yoqqan reklama bilan bir xil. Xullas, men shu ko'rgan reklamalar hozir Telegramda aktiv bo'lgan reklamalar. Yaqinda yana bitta reklama qo'shildi. Bu bo'yicha prezentatsiyaning o'rtasida yana bitta alohida aytib o'tganman. Bu global qidiruv. Ya'ni siz Telegramda nimadir qidiradigan bo'lsangiz, bu topda chiqib keladi. Misol uchun men target deb yozadigan bo'lsa, birinchi men kanalim chiqib kelgan. Men shu bo'yicha prezentatsiyaning o'rtasida alohida gaplashamiz. Bu yangi formatdagi reklama hisoblanadi Telegram Ads'da. Xo'p, bu ko'rganlaringiz Telegramda hozir aktiv bo'lgan reklamalar hisoblanadi. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Telegram Ads O'zbekiston hududida qanaqa yoqsa bo'ladi? O'zi qayerda yoqsa bo'ladi? Hozirda Telegram Ads'ni butun dunyo yoqsangiz bo'ladi. Qayerda Telegram aktiv ishlatiladigan bo'lsa, xohlagan davlatga yoqa olasiz. Ya'ni o'sha davlatda Telegram bo'lsa. O'zbekistonda siz aynan O'zbekiston, butun O'zbekiston o'ziga yoki sizga aynan bitta rayon kerak bo'ladi. Misol uchun Toshkent o'ziga reklama yoqa olasiz. Men faqat Toshkentga kelsa, Toshkentga faqat Xorazmdan klient chiqsa, faqat Xorazmga yoqa olasiz. Agarda yo'q, butun O'zbekistonga menga yoqish kerak bo'lsa, butun O'zbekiston belgilab yoqaverasiz. Mana shu ham bu targeting reklamasiga o'xshab Telegramda ham, Telegram Ads'da ham alohida siz nastroykalar qilsangiz bo'ladi. Mana shu imkoniyatlar qo'shildi. Lekin bitta joyini eslab qoling, Telegram Ads'da aynan mana shunaqa funksionalniy instrumentlar faqatgina Euro kabinetda bor. Xo'p, Euro kabinet o'zi nima deyapti bu degan bo'lsangiz, Telegramda 2 xil kabinet bor. 3 xil o'zi aslida, bizga kerak bo'lgan 2 xil. Bu ton kabinet hamda Euro kabinet. Ya'ni bu to'laydigan summangiz. Agar siz Telegramni o'zini pulida tonda to'laydigan bo'lsangiz, bu ton kabinet deyiladi va unda funksiyalar juda ham kamroq bo'ladi. Euro kabinet esa bu mana shu aytib o'tadigan hamma funksiyalarning ichida bor. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Endi foydalanuvchilar qiziqishlari bo'yicha reklama. Xuddi target reklama qo'yapsiz, unda interes tanlaysiz. Misol uchun uyga qiziqadi, mashinaga qiziqadi, oilali yoki oilasiz yoki boshqa uy anjomlariga qiziqadi yoki bo'lmasa fitnessga qiziqadi. Mana shularni interes tanlasak bo'ladi target reklamasida.
Lekin Telegram Ads'da ham shunaqa imkoniyatlar qo'shilgan. Siz bemalol o'sha fitnessga, marketingga, bu yoqda uy hayvonlariga, qo'shiq, kino, education hammasiga qiziqadigan interestni ola olasiz. Bundan qanaqa bilib oladi deyishingiz mumkin. Misol uchun Telegram Ads bu oddiy algoritm shunaqa ishlaydiki, o'sha o'zi sortirovka qilib olgan Telegramning o'zining sun'iy algoritmi bu qanaqa kanal, bu qanaqa hammasini o'zini integratsiya qilgan. Misol uchun saytlar bor, kiradigan bo'lsangiz, marketing degan bo'lsangiz, marketing kanalini chiqarib beradi. Xuddi shunga o'xshab Telegram sortirovka qilgan. Siz qaysidir kanalda o'tirsangiz, sizni ham interest qilib olgan. Misol uchun men marketing kanalida o'tirsam, men marketingga qiziqaman. Hamda aynan menga marketing bo'yicha reklama qilsa, marketing interest bo'yicha o'sha reklamani oldimdan kelib chiqadi. Shuni hisobiga bu yoqda aynan foydalanuvchining interesi bo'yicha ham reklama qilsangiz bo'ladi. Xuddi o'sha target reklamasiga o'xshab bu yoqda ham shunaqa imkoniyatlar bor. Bu juda ham zo'r. O'sha men misol uchun o'zim reklama yoqqanman, o'zimga marketingni belgilab turib yoqaman va o'sha marketing kanaliga kirsam, o'zim reklamamni ko'rganman. Bu o'sha effektni yaxshi ishlayotganini ko'rsatadi, ya'ni interes bo'yicha ishlash. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. O'zingiz xohlagan Telegram kanalida reklama yoqa olasiz. Bu nima degani? Misol uchun siz kunuzda reklama yoqmoqchisiz. Kunuzda reklama berish misol uchun 30 million, 40 million bo'ladigan bo'lsa, siz uni 30 million, 40 million sarflamasdan o'zingiz o'sha kanalda reklama yoqa olasiz. O'zingiz xohlagan summaga 10 euro bo'lishi mumkin, kunlik budjetingiz yoki 5 euro bo'lishi mumkin yoki ton kabinetda yoqayotgan bo'lsangiz 1 ton, 2 ton belgilashingiz mumkin kunuzdan o'zingiz reklama chiqishi uchun. Ya'ni siz kunuzni adminlaridan, kunuzdagi rahbarlardan buni so'rash shart emas. Buni Telegram hal qiladi. Ya'ni siz Telegramga pul to'laysiz, siz reklamangizni kunuzda chiqarib beradi. Mana shu joy juda ham zo'r. Ya'ni siz katta summa bilan reklama qilmaysiz. To'g'ri, endi bu yoqda kunuzda siz reklama bersangiz, uzun tekstingiz uzunroq bo'lishi mumkin yoki videongiz bo'lishi mumkin. Lekin usiz ham siz kunuzda o'zingiz reklama chiqarishingiz mumkin. Men o'zim misol uchun kunuzda reklama chiqarganman. Menga juda ko'pchilik odam qo'ng'iroq qilgan. "Sen reklama kunuzda chiqyapti, buni qanaqa qilgansan?" Oddiy o'sha Telegram orqali misol uchun yaqinda bitta proyektimda qo'ng'iroq qilishdi, klinika proyektim. "Sen kunuzda reklamani ko'rib qoldim, bizga ham shunaqa yoqib berdi." Men aytyapsizmi? Ular uchun misol uchun kunuzda reklama berish bu katta summa turgan. Lekin Telegram aytsa, siz aytaki bir necha yevrolarga reklamangizni yoqishingiz mumkin yoki bir necha tonda yoqishingiz mumkin. Bu juda ham katta o'sha imkoniyatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni siz Telegramda o'zingiz xohlagan kanalda, O'zbekistondagi istalgan bitta kanalda reklama yoqa olasiz, bitta sharti bilan obunachisi 1000 tadan oshgan bo'lishi kerak o'sha kanalni. Agar 1000 tadan obunachi oshmagan bo'lsa, u kanalda reklama bera olmaysiz. 1000 tadan oshgan istalgan kanalda siz reklamangizni chiqara olasiz, obunachisi 1000 tadan oshgan bo'lsa bo'ldi. Bu ajoyib imkoniyatlardan bittasi. Xo'p, yana bitta zo'r joyi bor. Juda zo'r joy, menga yoqqan joyi mijozlar bazasiga reklama yoqa olasiz. Bu nima degani? Misol uchun siz kompaniyangiz bor. Shu paytgacha siz kompaniyangizda 10 mingtadan ortiq mijoz raqamlari bor. Sizdan sotib olgan yoki sotib olishi mumkin bo'lgan, xullas klientskiy baza deyiladi bu narsa. Sizda mijozlaringizning nomerlari bor. Ular sizdan sotib olishi mumkin yoki sotib olganlar ham bo'lishi mumkin orasida. O'shalarni bitta alohida Excel qilasiz, 10 mingta nomerni, hamda Telegram Ads'ga kiritasiz reklama akkauntga, hamda aynan o'sha sizdan sotib olishi mumkin bo'lgan 10 mingta odam, ya'ni siz kompaniyangizni biladi, sizga nomerni qoldirgan, sotuv bo'limi bilan gaplashgan, o'shalarni nomeriga siz aloqaga chiqa olasiz. O'shalarning nomeriga siz qo'ng'iroq anaqa qila olasiz, reklama qila olasiz. Excel format qilasiz, 10 mingta raqamingiz bo'lsa yoki 1000 ta bo'lsa ham farqi yo'q. Ularni Telegram reklamaga kiritasiz hamda aynan o'sha auditoriyaga reklama yoqishni tanlaysiz. Men o'zim qildim yaqinda bitta tasvijin degan proyektim bilan. Bizda mijozlar bazasi bor edi, 3000 tadan ortiq. Ularga biz kiritdik hamda reklama yoqdik. Eng qizig'i bu zo'r joyi bitta nimasi, sizni biladigan auditoriyada ketidan quvlab yursangiz bo'ladi. Misol uchun u target reklamada siz reklamangizni ko'rdi Instagramda, keyin ular baza bo'lib nomer qoldirdi. Sizdan sotib olmadi. Telegramga kiryapti, kunuzda o'tiribdi yoki bitta kanalda o'tiribdi. Oldidan yana siz reklama chiqib kelyapti. Как будто uni orqasidan quvlab yurasiz. Instagramga kirsa ham reklama chiqyapti, Telegramga kirsangiz ham reklama chiqyapti. Agar Googledan reklama yoqqan bo'lsangiz, uni ham ketidan quvlab yursangiz bo'ladi. Xullas, mijoz haqqi borsa, uni ketidan yuraveradi reklamangiz quvlab. Shuning uchun ham kerak. Bu retargeting deyiladi. Aynan Telegramda mana shu imkoniyat ham bor. Ya'ni sizda agarda kompaniyangiz bo'lsa va mijozlar bazasi bo'lgan bo'lsa, bu reklama yoqsiz bo'ladi. Bu ham katta imkoniyatlardan bittasi hisoblanadi. Xo'p, keyingisi juda ham ko'pchilik mendan so'ragan, hamda ko'pchilikka ma'qul bo'lgan joyi 10 yevroga nechta prosmotr qilsangiz bo'ladi? Ko'pchilik mendan so'raydi. Biz 10 yevroga 1 million prosmotr qildik. Bu qanaqa qilinadi? Bu yevro kabinetda qilindi, ton kabinetda emas. Ya'ni siz 10 yevroga 1 million prosmotr ko'rsata olasiz, reklamangizni 1 million odam ko'radi 10 yevroga. Bu juda ham arzon. Hech qaysi platformada bunaqa narxga 10 yevroga, ya'ni 12 dollar atrofi bo'lsa kerak. Hozirgi senada 12 dollarga 1 millionta prosmotr. Bu juda ham zo'r, juda ham arzon platforma. Bu qanaqa qilinadi? Aynan siz bitta kanalni tanlamaysiz, o'sha
obunachilarni tanlaysiz. Misol uchun Kunuzning obunachilari hozir 2-3 million bo'ladigan bo'lsa, 10 ga o'shalarni hammasini reklama ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni aynan kanalni o'zida emas, ular obunachilar qaysi kanalda o'tirsa, Kunuzga obuna bo'lgan odam boshqa kanalda ham o'tirgan bo'lishi mumkin. Xullas, o'shaning obunachilarga reklama yoqib yuborasiz, ketidan reklamani quvlab topib, uni ko'rsatadi. O'sha 1 million bo'lishi uchun, prosmotr bo'lishi uchun atigi 10 sarflanadi. Ya'ni bu hozirda O'zbekistondagi bor bo'lgan reklama plashatkalarining ichidan eng arzonlaridan bittasi Telegram Ads hisoblanadi. Ya'ni 10 ga siz 1 million prosmotr bemalol qila olasiz. Agarda 1 million prosmotrdan tashqari misol effekti qanaqa deydigan bo'lsangiz, bu $10 ga siz olayotgan CTRlar, misol siz olayotgan rezultatlar juda ham zo'r. $10 ga boshqa hech qayerda siz 1 millionta reklama ko'ruvlari bo'lmaydi. Agarda har bitta $10 ga siz 1 million prosmotr qilsangiz, ularning atigi sizda misol uchun 1000 tasi obuna bo'lib qolsa ham kanalingizda, bu juda ham zo'r natija hisoblanadi. Prosmotrga yarasha, chunki juda ham arzon. Hech qaysi platformada men misol uchun bilmayman, $10 ga 1 million yana prosmotr qila oladigan O'zbekistonning sharoitida hozir misol uchun Targetmi, Google Ads, Yandex, yo'q, juda ham arzon hozirgi narsa. To'g'ri, endi tekstli shaklida u, lekin baribir zo'r, juda ham zo'r natija bu $10 ga. Shuning hisobiga Telegram Ads'da hozir aynan arzon reklama maydonlaridan biri hisoblanadi. Yana bitta imkoniyatlardan bitta shu global qidiruvda chiqish, ya'ni siz o'zingiz misol uchun reklama yoqasiz. Yo'q, misol uchun nimadir qidiryapsiz Telegramda, misol uchun uy qidiryapsiz yoki qanaqadir nimadir sotib olmoqchisiz yoki o'quv markazi qidiryapsiz. Xullas, birinchi bo'lib Telegramda poyezd qilib ko'rasiz. Qanaqa chiqargan. Misol uchun men Koreyaga ketmoqchiman, Koreya deb yozadigan bo'lsam, Koreyadagi qaysidir menga qiziq bo'lyapti, poyezdga Koreya deb yozadigan bo'lsam, birinchi chiqib keladi. Misol uchun men o'zim mijozim bor, Koreyaga konsalting bo'yicha yuboradi o'qishga. Hamda ularga biz global qidiruvda chiqish imkoniyatini qildik. Ya'ni kalit so'zlar kiritamiz, Koreya, Koreyada o'qish, Koreyada ish, hamma kalit so'zlarni kiritib qo'yamiz reklamamizga. Hamda kimdir bizga Telegram kirib turib, global poyezdda qaysi davlatdan bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi hududdan, O'zbekiston ichidagi aytyapman, Koreya deb yozadigan bo'lsa, birinchi bo'lib men kelyapsiz, bu yerda birinchi topda chiqib turibdi. Da, o'ng tarafda reklamada ko'k yozuvda ham bor. Birinchi bo'lib chiqib kelgan. Access Study in Korea. Ya'ni Koreyadagi o'quv markazimizga, o'sha konsaltingimizga reklama yoqqanmiz. Hamda uni effekti zo'r bo'lgan. O'sha paytda ham misol uchun o'zi kimdir Koreyaga o'qishga ketyaptimi, birinchi Telegramda yoki Instagramda qidirib ko'radi-da, qanaqa o'quv markazida borligini. O'sha paytda ko'pchilik misol biznes egasi ham menga tashyapti, o'quvchilar keldi, o'sha hisobiga aytishgan. Bu global poyezdda juda ham zo'r ishlaydi. Menga yana bitta proyektim bor, bu uy bo'yicha, ya'ni uy oldi sottisi bilan shug'ullanadi vodiyda. Ularga biz qildik. Misol uchun Namangandagi arzon uylar degan payt hamma chiqib keladigan qildik. Bu ham zo'r ishladi. Ya'ni global poyezdda chiqarish juda ham ko'pchilikda effekt bergan. Bu misol yaqinda qo'shildi, oldin yo'q edi bu funksiya. Shuning hisobiga ham bu ancha hozir ommalashmoqda. Ya'ni ko'pchilik mana shu global poyezdda chiqishni istayapti. Misol uchun men kecha qidiryapman, Kunuz deb yozyapman, Kunuz emas, boshqa bitta kanal birinchi topga chiqib kelyapti. Mana shunaqa siz misol uchun boshqalarning nomidan ham foydalanib o'zingizga obunachilar olib kelishingiz bo'ladi. Ana Telegram Ads bo'yicha. Bu yerda endi chap tarafga qaraydigan bo'lsak, men o'zim kanalimga ham yoqqanman global poyezdda, ya'ni Target deb yozadigan bo'lsa, birinchi men kanalni chiqib keladigan qildim. Faqat Target emas, Google Ads kalit so'zini kiritdim, bu yerda Yandex kalit so'zini kiritdim, marketing kalit so'zini kiritdim. Xullas, o'sha so'zlardan qaysidir bittasini poyezdga yozadigan bo'lsa Telegramda, birinchi men kanalimni chiqib keladigan qildim. Bu effekt menga berdi, ko'pchilik menga yozdi aynan shu bo'yicha. Misol uchun meni sohamda bu marketingda juda ham yaxshi ishlaydi, chunki kimdir misol uchun marketolog yoki targetolog qidirayotgan bo'lsa, Telegramda qidirib ko'radi, kanallarni qidiradi. O'sha kanallar haqiqatdan yaxshi keyslar qilingan bo'lsa, o'sha kanal yaxshi yuritilgan, haqiqatdan mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, o'sha poyezd orqali topilgan kanallar katta ehtimol bilan unga yozadi. Mana shu effekt yaxshi bo'ldi. Bu ham o'sha Telegramda yangi qo'shilgan keyslardan bittasi, imkoniyatlardan bittasi hisoblanadi. Shunaqa Telegramda hozir yangiliklar bo'lyapti. Misol uchun 1 oy oldin yo'q edi bu funksiya, yangi qo'shildi. Endi Telegram Ads misol uchun Target va anaqa o'xshab uzoq yillardan beri emas, yaqinda paydo bo'lgan hisobiga nimadir muammo bo'lsa yoki nimadir yangilanish bo'ladigan bo'lsa, Pavel qo'shyapti hamda bu o'zini effektini beryapti. Xo'p, keyingisi misol uchun men o'zim hozirgacha Telegram Ads bo'yicha nechta mijoz bilan ishladim. Shu 1 yil bo'ladigan bo'lsa Telegram Ads bilan faol shug'ullanishni boshlaganimga hozir 10 taga yaqinlashib qoldi ishlagan mijozlarim. Euro kabinetda ishlaganlarim 3 ta mijozim bor Euro kabinetda. Ton kabinetda qolgan 7 ta mijozim Euro kabinetda ishlaganmiz. Endi Euro kabinet va ton kabinetning o'sha boshida aytayotganim farqi o'sha ishlatiladigan summasida, ya'ni bu yerda euro ishlatasiz, uni depozit qo'yasiz. Ton kabinetda siz u yoqda ton bo'yicha, ya'ni Telegramning aktivi, Telegramning o'zining kriptovalyutasi bilan ishlaysiz. Euro kabinetda funksiyalar ko'proq, bo'l effekt yuqoriroq, chunki u yoqda Euro kabinet bo'lgan hisobiga
ko'proq funksiyalar ochgan hamda reklamasi tez ishlaydi. Euro ton kabinetda bu yoqda siz kamroq summa bilan kirasiz, reklama более sekinroq ishlaydi, lekin unda ham rezultat bor. Men ikkala kabinetda ham ishlab ko'rgan mutaxassis sifatida aytaman, tonda ham, yevroda ham bemalol rezultat qilsangiz bo'ladi. Lekin budjetingiz bo'ladigan bo'lsa, men yevro kabinetni maslahat beraman. Misol uchun mana bu ko'rib turganingiz bu mijozim natijalari yevro kabinetda bu yoqda misol uchun bizlar qanaqa yoqqanmiz, har bitta metrikalar bor. Bu yerda tepada ko'rib turganingiz bitta ko'ruvlar soni, kliklar soni. Yoqqan reklamalarimizda misol uchun bizada kliklar bo'lgan. Misol uchun 125 mingta reklama odam ko'rgan, 250 mingtasi o'tgan bizga. Bizning saytimizga o'tgan hamda bitta CTR'imiz 2.2% tashkil qilyapti. Ketgan summa balig'i 5 euro. 5 euroga biz 125 mingta prosmotr qilganmiz. Undan 250 tasi bizga o'tgan. CTR kamroq bo'lishi mumkin, lekin bu ketilgan summa hisobiga bu juda ham zo'r natija hisoblanadi CTR. Ya'ni biz 50 euro sarflaydigan bo'lsak, ya'ni 10 marta ochiradigan bo'lsak, bizning reklamamizni yanada ko'proq odam ko'radi hamda effekti yanada ham oshadi. Undan keyin men ton kabinet ko'rsatganman. Bu o'sha boya aytganim Access Consulting Koreyaga o'qishga boradigan mijozimni reklamani qo'ydim. Ular ton kabinetda ishlagan. Bu yoqda bo'lak reklamalar qimmatroq, chunki ton kabinetda shunaqaroq ishlaydi. Ton kabinetda siz aytganim boyagi 10 euroga 1 million prosmotr qila olmaysiz. Bularda qimmatroq ton kabinetda. Lekin bu yoqda ham effekt bor. Misol uchun biz qilganmiz, men 33 ton ketgan, Access 4 ni ko'radigan bo'lsangiz, 33 tonga biz 290 mingta qilganmiz. 290 mingta ko'rovlar qilganmiz. Endi bu qimmat, lekin 261 ta obunachiga aynan faol obunachilar o'shalar. Ularning o'zidan bizda o'sha Telegramning o'zidan ancha sotib qilib qo'yildi. 30 ta sotib qilib qo'yildi Telegramning o'zida bitta o'zida, sezonning o'zida Koreyaga borish bo'yicha. Bu juda ham zo'r natija sarflangan summaga nisbatan. Agarda yevro qiladigan bo'lsa, yevro komment qiladigan bo'lsa, endi keyingi mavsumda qilishadi bular. Bu juda ham zo'r natija beradi. Ya'ni bu tezroq ishlaydi, yevro komment arzonroq, hamda funksiyalari ko'proq, siz logo ham qo'yasiz, agar ko'proq sumasangiz, banner, video rasm ham qo'yasiz. Shuni aytay. Xo'p, endi bularning ikkisidan asosiy farqi o'sha aytganim funksiyalarida. Ya'ni ichiga kiradigan bo'lsangiz, bu yerda boyaga aytib o'tganim, misol uchun region tanlash, rasm qo'yish, hammasi yevro kabinetda ochilgan. Endi yevro kabinetni qanaqa ochaman? Men ko'pchilik yozadi, yevro kabinetni qanaqa ochaman? Ton kabinetni qanaqa ochaman? Ton kabinetni ochish juda ham oddiy. Shundoq siz kirasiz, Telegram Ads deb yozasiz, hamda birinchi chiqib keladigan saytlar bor. Misol uchun Telegram original degan sayti bo'ladi. O'sha saytda siz birinchi ro'yxatda bo'lsangiz, Telegramning o'zining ofitsial sayti hisoblanadi. Kirish uchun kirasiz, ton sotib olasiz, hamda reklama yoqasiz. Lekin yevro kabinetda qanaqasiz? Bu siz o'ylagandek, misol uchun bitta saytga kirib turib, sirazi to'lov qilmaysiz. Bu o'zini partnyorlari bor, ya'ni ofitsial Telegram bilan ishlashadi bular. Bular misol uchun o'zi Telegramda reklama akkaunt ochish oldin juda ham qimmat edi. Boshida hamma yoqmasdi. 2 million dollar depozit qo'yishingiz kerak edi. Bular resellerlar deyiladi, ya'ni ular Telegram bilan hamkorlik qilgan, depozit qo'ygan, Telegramga ularga akkaunt berilgan. Endi ular o'sha akkauntlarni mayda-maydalab sotishadi. Boshqa mayda reklama akkauntlarga yoki o'sha reklama jamoalarga yoki o'sha mijozlarga sotishadi. Ular keyin qo'yilgan puldan pul olishadi. Misol uchun siz reklama akkaunt ochib olsangiz, yevro komment bo'yicha men ochadigan, misol uchun AdHunt bor, Social Active bor, O'zbekistonda faol yuritib turgan. Ularga reklama kabinet ochmoqchisiz, yevro kabinet, ularga tikilgan summadan ma'lum depoziti bor. Tikilgan summadan 20% ularga berasiz. Misol uchun men 500 euro qo'yish kerak AdHuntda, 500 euro plus 20% ularga yana NDS to'laysiz. Ya'ni 600 euroga tushadi sizga yevro kabinet ochish. 600 euro to'laysiz, 500 euro sizda qoladi. Keyingi to'lovlar unaqa 500 bo'lmaydi, bemalol 200 maydalab to'laversangiz bo'ladi. Shuni hisobiga, resellerlar bo'lgan hisobiga siz u yoqda o'zingiz ocha olmaysiz, ularga aloqaga chiqasiz, o'sha danlarni kiritasiz, hamma saytlarni kiritib, keyin reklama ochasiz. Lekin misol uchun agar pulingiz bo'ladigan bo'lsa, yevro kabinetda ishlashni maslahat beraman. Chunki yevro kabinetda natijaga bo'lib tezroq erishasiz. Lekin ton kabinetda boshlanishga effektni ko'rish uchun ham ishlasangiz bo'ladi. Lekin agarda ton kabinet misol uchun o'sha effekt berishini tushungan bo'lsangiz, yevro kabinetga o'tishingiz kerak hisoblanadi. Umuman asosiy farqlari shu hisoblanadi. Endi yevro kabinet, ton kabinet o'sha depozitni ton kabinetda 20 ton qo'yasiz, ochishingiz uchun yevro kabinetda 500 euro qo'yasiz. Ochish uchun 20 ton hozirgi ton narxida, ton narxi bu kriptovalyuta oshuvchi hamda tushuvchi, ya'ni bir kun oshadi, bir kun tushadi, Bitcoinga o'xshab. Bitcoin ham misol uchun bir ko'tarib tushib ketadi-yu, xuddi shunaqa. Bu Telegramda nimadir o'zgarish bo'lsa, misol uchun yaqinda Pavel Durov qamoqdan chiqdi, sirazi ton narxi oshib ketdi. Xuddi shunaqa narsa. Hozirgi kunda 3 dollar bo'ladigan bo'lsa, bitta ton narxi 20 ton degani bu 60 dollar degani. Ya'ni ton kabinet ochmoqchi bo'lsangiz, siz 60 dollar sarflashingiz kerak. Yevro kabinet ochmoqchi bo'lsangiz, siz 600 euro o'sha plus NDS bilan sarflashingiz kerak hisoblanadi.
Asosiy Telegram bo'yicha mendan ko'p so'ralgan savollar, hozir hammasiga javob berdim. Endi yana bitta ichkariga kiradigan bo'lsak, misol uchun to'n kabinet ochgandan keyin to'n sotib olish, o'zini o'sha kriptovalyutani sotib olish mumkin joylari bor. Misol uchun birjalar bor, o'sha birjalardan sotib olish yoki Telegramni o'zini valyutidan sotib olish, bu yoqda yevro kabinet ochish bo'yicha ketma-ketlik saytlarga kirish, ular zaifga jo'natish, to'lov qilish, hammasi bu uzoq jarayon. Agarda siz o'shani o'zingiz, misol uchun, men o'zim o'pitimdan foydalangan holda o'rganmoqchi bo'lsangiz, men sizga hozir ajoyib bitta taklif beraman. Endi esa asosiy taklifga o'tamiz. Ya'ni men videoning boshida aytib o'tgan taklifimni sizlarga bermoqchiman. Agar sizlar Telegram Ads'ni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizda yoki Telegram Ads hozir yoqyapsiz yoki qanaqadir muammolar bo'layotgan bo'lsa, yoki Eurocomet bilan ishlash bo'yicha muammolar bo'layotgan bo'lsa, yoki aynan mutaxassisdan men o'zim qilgan xatolarni qilmasdan effektga tezroq chiqmoqchi bo'lsangiz, ajoyib taklifim bor. Ya'ni Telegram Ads'ni noldan men sizga o'rgatishda yordam beraman. Xo'p, hozir 1 yil davomida men 10 ga yaqin mijoz bilan ishlagan bo'lsam, yevro kabinet, to'n kabinet, aynan qanaqa muammolar bo'ldi menda, nimada xato qildim, hammasini men jamlagan bitta video darslik bilan joyladim. 15 ta video darslik. Video darslikda siz boshidan ko'radigan bo'lsangiz, qanaqa qilib Telegram Ads'ni noldan reklama akkaunt aytib o'tganimni, yevro kabinet, to'n kabinet ochish, undan tashqari yana bitta akkaunt bor, bu Stars kabinet. Uni qanaqa ochish, hammasini o'rgatganman. Telegramga o'sha kabinetlarning farqlari, to'n sotib olish, yevro kabinetlarni qanaqa ochish, qanday yo'lda xatolik qilmaslik, qaysi resellerlar bilan ishlash foydaliroq, qanaqa xatolik qilmaslik kerak, hammasini o'rgatganman. Keyin metrikalar bor, aytib o'tdim, qanaqa obunachi, CTR so'zlarini ishlatdim, klik, hammasini tushuntirib o'tganman, bular nimaligini, hammasini o'rgataman. Endi bu kimlar uchun deydigan bo'lsangiz, misol uchun siz targetolog bo'lsangiz yoki marketing sferasida ishlaydigan sohasida ishlasangiz, digital sferada yoki misol uchun marketing sferasida ishlamaysiz, lekin siz Telegram kanalingiz bor. Telegram kanalingizda obunachi oshirmoqchisiz yoki o'zingiz biznes egasisiz, o'zingiz biznesingizni Telegramda rivojlantirmoqchisiz, Telegram orqali yangi potok klientlarni olib kelmoqchisiz. Aynan sizlar uchun bu kurs juda ham foydali hisoblanadi. Men o'sha kursda 15 ta video darsdan iborat Telegramni noldan oxirigacha full etapgacha o'rgatganman. Ya'ni o'zimda hamma darslarni, o'zim boshimdan o'tgan hamma muammolarni aynan hammasini o'rgatganman. Hammasini o'rganasiz. U faqat video darslik emas, bu yerda community ham bo'ladi. Ya'ni alohida gruppa. Siz videoni ko'rib turib nimagadir tushunmasangiz, bemalol o'sha savollarni berasiz. Agarda sizda yana muammolar bo'ladigan bo'lsa, uni hal qilamiz birgalikda. Agar mijoz oladigan bo'lsangiz, mijoz olganingizdan keyin o'sha Telegram Ads bo'yicha o'sha daromad chiqishingizgacha ham yordam beriladi. Bemalol o'sha community bo'ladi. Xo'p, agarda yana bitta narsa, siz mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga yana bitta zo'r taklifim bor. Bu uni videoni boshida aytgan taklifimdan ham alohida taklif, bonus darslar. Agar siz mana Telegram Ads bo'yicha mana shu videoni ko'rib menga yozsangiz, sotib olmoqchi bo'lsangiz, ajoyib bonus dars bor. Bu men o'zim alohida bonus darslarim. Mijoz topish, Telegram bo'yicha daromad qilish, Telegramda qo'shma daromadlar qilish, marketingda sotuv voronkasi qurish hamda eng asosiysi yana bitta yangilik bor. Bu Yandex orqali Telegramga reklama o'qish. Bu umuman boshqacha olam. Bu hali hech kim bilmaydi. Misol uchun men video darsda aytmadim buni. O'sha bo'yicha men bepul darslik qilganman. Ya'ni Yandex orqali ham Telegramga reklama o'qisa bo'ladi. Bu ham yangi kirib keldi. Buni hammasini bonus darsda qilganman. Agar sizga ham o'sha bonus darsdan olish qiziq bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu videoni ko'rayotganlarga men o'shani bepul sifatida, bonus sifatida beraman. Xo'p, endi ko'radigan bo'lsak, tariflarga kelamiz. Qanaqa tariflar bor? Men aytib o'tganlarim, bu narxlar qimmat emas, siz o'ylaganchalik qimmat narxlar emas. Ikki xil tarif bor, mustaqil hamda premium. Xo'p, mustaqil va premiumdan farqi nimada deydigan bo'lsangiz, mustaqilda video darslar bo'ladi, umumiy guruh ham bunda ham bo'ladi. Ya'ni savollaringiz bo'lsa, bemalol guruhda yoza olasiz. Umuman muammosi yo'q. Guruh ikkalasi ham bor, community guruh. Savollaringiz bo'lsa, videolarni ko'rib nimada tushunmasangiz, bu yoqda keyin mustaqilda o'sha umumiy guruh, kurs oxirida Zoom uchrashuv, umumiy guruhda bo'ladi, hamda materiallarga 3 oylik dostуп bor. Ya'ni o'sha 15 ta video darslik, bu yoqdagi berilgan materiallar, sotuv voronkalari hammasiga o'sha communitylarga 3 oylik dostуп bo'ladi. Premiumlarga keladigan bo'lsak, premiumda nima? Video darslarga dostуп, umumiy guruh, undan tashqari sizni o'zingiz bilan men birga-bir ishlaymiz. Ya'ni siz nimadir muammongiz bor, targetingdan o'sha Telegram Ads'dan tashqari boshqa muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, ular bo'yicha men marketing bo'yicha qo'limdan kelgancha yordam beraman. Ya'ni Zoom uchrashuv bo'ladi, birga-bir bo'ladi. Bu yerda alohida odam bo'lmaydi, guruhda bo'lmaydi, aynan siz bilan birga-bir ishlanadi. Undan tashqari materiallarga 6 oylik dostуп bo'ladi, ya'ni mustaqilga nisbatan 2 barobar ko'p uzoqroq. Undan tashqari yana sizda nimadir muammo bo'ldi, birga-bir razbor qilamiz. Bitta proyektingiz bor, proyektda nimadir muammo bo'lyapti, uni umumiy guruhda emas, meni o'zim bilan birga-bir razbor qilamiz hamda o'sha aynan nima muammo bo'lgan siz proyektingizda o'shani ham hal qilsak, birgalikda hal qilamiz. Shunaqa narxlari ko'rib turganingizdek, mustaqil tarif 700 ming so'm, lekin mana shu video darslikda ko'rganlarga boyagi bonus darsliklar bilan qo'shimchasiga 397 ming so'm.
Premium bo'ladigan bo'lsa 1,187,000 so'm, lekin aynan videoni ko'rganlarga 997,000 so'm bo'lib belgilangan. Xo'p, men qaysi tarifni olishni maslahat bergan bo'lardim? Men o'zim premium tarifni olishni maslahat bergan bo'lardim. Nimaga? Chunki sizda qanaqadir muammo bo'lsa, men bilan birga-bir uchrashuv bo'ladi. Men o'zim konsultatsiya beraman. Menga yozishadi konsultatsiya bo'yicha, endi boshlayotgan targetologlarga performans bo'yicha. Mana 1 soatlik konsultatsiyam, 1 soat emas, shu ko'rishadigan bo'lsa 1-2 soat davom etadi bu, $50 hisoblanadi. Lekin siz bu yoqda men bilan 3 ta Zoom darsni bepul qo'lga kiritasiz. Ya'ni aynan ichida bo'ladi, premiumning ichida. Xo'p, mana shu sizga asosiy premiumni afzalligi hisoblanadi. Telegram Ads kursi unaqa qimmat emas, chunki misol har bitta odam buni o'rganib bemalol reklama o'qish uchun shunaqa narx belgiladik. Misol uchun boshqa kurslarimiz 300, 400, $500 bo'lgan paytda yo'q unaqa emas. Siz mana shu kursni narxini pul to'lab Telegram Ads'ni full o'rganasiz hamda sizda Telegram Ads bo'yicha boshqa umuman savol qolmaydi. Hammasini full o'rganib chiqib ketasiz Telegram Ads bo'yicha. Menimcha bu juda ham ajoyib narx hisoblanadi. Xo'p, meni asosiy taklifim mana shundan iborat edi. Agar sizga men berayotgan taklif qiziq bo'lsa, Telegram Ads'ni o'rganmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha daromad qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz biznesingizga qo'shimcha savdo ochmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingizning xizmatlaringizga Telegram Ads'ni qo'shib ko'proq qiymat bermoqchi bo'lsangiz mijozingizga, men sizga o'zimni ham taklif qilaman video darsliklardan iborat kursimni. Agar sizga kurs qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoning tagida yana sizga havola bo'ladi. O'sha bo'yicha bemalol o'tib to'liq qilsangiz bo'ladi. Agar sizga hammasi ma'qul bo'lsa, xudo xolsa kursda ko'rishamiz. Görüşünce xayr.